Assalomu alaykum. Bugun biz uzatma kabelni qo'lda yasab ko'ramiz. Mana birinchi navbatda golovkasini o'rnatib oldik. Mustahkamlab qotib oldik. Endi navbat asosiy qismiga. Mana buni ham ochib, simlarimizni kesib tayyorlab oldik. Endi bunga uramiz. Mana ikkinchi tarafni ham ulab oldik. Endi buni ishlayapti yoki yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Mana ishlayapti. Endi sozlab olganimizdan keyin yana bir tekshirib olamiz. Ishlayaptimi yoki yo'qligini. 272 yozganmiz. Mana ishlayapti. Endi